Assalamu alaykum hurmatli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Bugün 6-cı ayının 21-ci günü düşənbə. Həmmalana məş vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı 20 iyun yakshanba günü məxsus tor yığını çağırıb, Dünya Uyğur Qurultayının təşəbbüsü bilan ötən ili 9-cu ayda Londonda qurilgan Uyğur Sud kollegiyasını maddi və mənəvi cəhətdən qollagan təşkilat və şəxslərimizə. Şundaqla 6-cı ayının 4-cü günüdən 7-ci günügacha Londonda çağırılgan Uyğur Sudida cəsurluq bilan guvohlik bergan bütün şahidlərimizə Şərq Türkistan xalqı nomidan alohida minnətdarlıq bildirish bilan birgə bu yil 9-cu ayının 10-cu günü Londonda çağırıladigan 2-ci növbətlik Uyğur Sudining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun umumiy safarbarlik boshlatdi. Dünya Uyğur Qurultayının İslam əllərdəki xizmətlərə məsul rəis vəkili Turğuncan Alavudin əpəndimning riyasətçiligida o'tkazilgan və 3 soatdan ortiq davom qilgan bu qitimqi yig'inga Uyğur Sud kollegiyasiga iqtisodiy jihatdan yordam bergan har qaysi əllərdəki Uyğur təşkilatlarining rahbarlari, jamoat arboblari, bu qitim Londonda o'tkazilgan Uyğur Sudida guvohlik bergan shohidlar, sudni dalil isbotlar bilan ta'minlash va uni tarjima qilib arxivlashtirish xizmatlariga yaqindan yordam bergan tashkilotlarning mas'ullari va shaxslardan bo'lib 100 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inning ichilishida so'z qilgan Dünya Uyğur Qurultayının raisi Dolqun Aysa əpəndim bu yil kirgandan bu yana xalqarada Uyğurlar masalasiga munosabatli g'oyat zo'r masalalarning yuz berganligini, Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya, Litva, Chexiya, Belgiya qatorliq 7 davlatning orqa-orqadan Uyğur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qarorlar qabul qilganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengeşi yig'inida, NATO yig'inida, hatto dunyoning iqtisodiga hukmronlik qiladigan G7 davlatlari oliy darajaliklar uchrashishida Uyg'urlar masalasining maxsus kun tartibga kelganligini, Xitoyning shuncha qattiq hujum, besim va buzg'unchiliklarga qaramasdan Uyg'ur Sud kollegiyasining tunji sudining Londonda muvaffaqiyatli holda o'tkazilganligini xotirlatib o'tish bilan birga, bu natijalarning hargizmi tasoddifiy o'tirg'i chiqmaganligini, buning har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning birlik ittifoqlik ichida elib borgan o'rtaq tirishchanligining natijasi ekanligini, bo'libmi jasur lager shohidlarimizning bergan guvohliklarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bir qism g'arb allari tarafidan e'tirof qilinishida intayin muhim rol o'ynaganligini, bu qitim Londonda chaqirilgan Uyg'ur sudi jarayonida Xitoyning shuncha qattiq tahdidiy va psixologiyalik hujumlarga qaramasdan lager shohidlarimizning mardonalik bilan sudda guvohlik berish orqali sudning muvaffaqiyatli chaqirilishida muhim rol o'ynaganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa əpəndi sözüdə yana Londondakı Uyğur sudiga yordam qilgan bütün təşkilat və şəxslərimizning və şahidlərimizning ismini bir-birlab atab turib, Uyg'urlarga Dünya Uyğur Qurultayı nomidan, shundaqla bütün Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Dolqun Aysa əpəndi sözüdə yana o'zining bu qitim Londondakı Uyğur sudiga qatnashish jarayonida insonlikning texi o'lmaganligini cho'nqur darajada his qilganligini, Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bilayotgan ko'plagan chet ellik do'stlarning bu navbatlik sud jarayonida sudning muvaffaqiyati uchun xolis holda xizmat qilganligini eskartib o'tdi va chet ellik bu insonparvar do'stlarga Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini bildirdi. Orqadan Dünya Uyğur Qurultayı fondining raisi Abdujalil Ahmad əpəndi Uyğur sud kollegiyasi uchun to'plangan iqtisod haqida maxsus moliya doklati taqdim qildi. Hozirga qadar Uyğur sudiga yordam bergan tashkilot va shaxslarning nomini va ular tarafidan berilgan yordamning tafsiliy miqdorini bir-birlab bayon qilib o'tdi. Yig'in jarayonida yana Avstraliyadagi peshqadam milliy ustozlarimizdan Ahmad Egamberdi, Qozog'istondagi jamoat arbobimiz, Dünya Uyğur Qurultayının bosh maslahatchisi Qahramon G'o'janberdi, Germaniyadagi jamoat arbobimiz, Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi Ataulloh Shahriyor, Qirg'izistondagi jamoat arbobimiz, Dünya Uyğur Qurultayının Qirg'izistondagi vakolatchisi Ro'zmamat Boqiyev, Jasur lager shohidlarimizdan Zumrat Davud, Mehrgul Tursun, Gulbahor Xotivaji, Tursunay Ziyovuddin, Qalbinur Sidiq, Uyg'ur Adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Umar, Uyg'ur sudida guvohlik bergan Uyg'ur ziyolisi Abduvali Oyub, Erkin Osiyo radiosining muxbiri Shuhrat Ho'shur, Uyg'ur Adliya arxiv ombirining tadqiqotchisi Muattar Idiqut, Dünya Uyğur Qurultayının oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, Uyg'ur sudining asosliq tarjimoni va Qurultay London ishxonasining direktori Rahima Mahmud qatorliq ko'plagan qarindoshlarimiz so'z elib, bu qitim Londonda o'tkazilgan Uyg'ur sudiga bo'lgan qarash va tushunchalarni bayon qilish bilan birga, chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz mana mushundaq birlik, ittifoqlik va o'zaro yaqin hamkorlik ichida bo'ladi ekan, har qanday zo'r qiyinchiliklarni yengib ketalaydiganligini, har qanday zo'r hodisalarning huddisidan chiqa oladiganligini. Chunki bu qitim Uyg'ur sudining Londonda xalqaro qonuniy tartiblarga mos holda yuqori saviyada muvaffaqiyatli holda o'tkazilganligining bu nuqtani to'liq isbotlab berganligini ifoda qilishdi.
Bo'libmi milliy ustozlarimizdan Ahmad Egamberdi va Qahramon G'o'janberdi apandilar qilgan so'zlarida chet ellardagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni Dunyo Uyg'ur qurultayini yaqindan qo'llab va quvvatlab, bu yil 9-oyda chaqiriladigan 2-qitimliq Uyg'ur sotining muvaffaqiyati uchun o'rtaq kuch chiqarishiga va Uyg'ur sotini moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining tashkiliy ishlariga mas'ul muavin raisi Parat Yo'ronqash apandim yig'inda qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayining chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizga va avom xalqimizga bo'lgan ishonchi komil bo'lgani uchun ayni chog'da hech taraddud qilmasdan Uyg'ur sud kollegiyasini qurib chiqishdek bu zo'r va intayin mushaqqatli bo'lgan ishga kirishganligini, har qaysi ellardagi tashkilot va jamoatlarimizning Uyg'ur sotini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llash orqali Dunyo Uyg'ur qurultayini ajnabiy do'stlarimiz oldida qilchi yaga qartib qo'ymaganligini, bu orqali ham chet elliklar oldida ham dushmanimiz Xitoy hokimiyati oldida Sharq Turkiston xalqining birlik va ittifoqligining to'liq namoyanda qilinganligini ta'kidlab o'tdi. Parat Yo'ronqash apandi so'zida yana Londondagi sudda guvohlik bergan lager shohidlarining hammasining Xitoy hokimiyatining hujum qilish, tahdid selish va qisos ilish nishoniga aylanib qolganligini, shunga har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining va Uyg'ur jamoatlarining lager shohidlarini muhofazat qilish, asrash, ruhiy jihatdan madad berish, moddiy va ma'naviy jihatdan ko'ngil bo'lish xizmatiga alohida ahamiyat berishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Bu qitimga safarbarlik yig'ini Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning yepilish nutqi bilan oxirlashdi. Ömer Qanat apandi oxirida qilgan so'zida oldimizda yana Uyg'urlarga munosabatlik zo'r hodisalarning kutib turayotganligini, shunga chet ellarda yashayotgan butun xalqimizning har qanday vaqtdagidan mubakkirak birlik, ittifoqlik va o'zaro hamkorlikka jiddiy ehtiyoj tuyayotganligini, bo'libmi bu yil 9-oyning 10-kuni Londonda o'tkaziladigan 2-navbatlik Uyg'ur sotining muvaffaqiyatli holda chaqirilishi uchun muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning o'rtaq holda tirishchanlik ko'rsatishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Bu qitimga yig'inning amaliy ahvoli haqida hozirlangan maxsus programma stansimizning oldimizdagi yakshanba beradigan anglatishimizda ayrim tarqitiladi. Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi va Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining o'rtaq qaroriga asosan Xalqaro Olimpik kuni munosabati bilan 6-oyning 23-kuni butun dunyo miqyosida ilib beriladigan 2022 yillik Beijing erkiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakatining safarbarlik va tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. 25-iyun kuni Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining oldida va 40 dan ortiq davlatdagi olimpik komitetlari oldida Beijing erkiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilayli degan o'rtaq shior ostida bir tutash holda norozilik namoyishlari uyushtiriladi. Yaqinqi kunlardan buyon chet ellarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimiz turli ijtimoiy taratqularda bas-basda qisqa chaqiriqnomalar e'lon qilib, o'zlarining 23-iyun Lozanda va har qaysi ellarda ilib beriladigan namoyishlarga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Qadrli dadalar, analar, Lozanda görüşelim. Aziz qarindoshlarimiz, oldimizda 23-yil oldimizdagi chorshanba kuni Lozanda Xitoyning olimpik o'tkazishiga qarshi namoyish bo'lyapti. Olimpikni bilimiz, olimpik yig'ini aslida qarindoshlik, do'stlik, millatlarning barobarligi, adolat uchun o'tirg'i chiqqan bir tantarbiya faoliyati. Halbuki bu faoliyatning Xitoydek zalim, Xitoydek irqiy qirg'inchi, vahshiy bir davlatda o'tkazilishi bu albatta olimpik ruhiga uyg'un emas. Shuning uchun biz buni ifodalash uchun olimpikning oldida Lozanga borib namoyish qilmoqchi. Bu namoyishga butun dunyodagi adolatparvar, haqiqatparvar insonlar qo'zg'alib ketyapti. Başka milletler, başka dindikiler o Xitoyning olimpik o'tkazishiga qarshi harakatlarni olib beryapti. Vaholanki biz Uyg'urlar taxi o darajada harakat olib beramidik. Shuning uchun aziz qarindoshlar, vaqtimizni chiqaraylik, bir kunlik vaqtimizni chiqaraylik, namoyishga qatnashaylik. Bu namoyishga men oilam bo'yicha boraman. Dünya Uyghur Kurultayı chet eldeki imkoniyati bor Uyg'urlarning hammasini 6-oyning 23-kuni Xitoyniki 2022-yillik Xitoyda o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish haqida bir namoyish o'tkazishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur Kurultayı chaqirdi. Bu ish pek muhim. Albatta men degandek Uyg'ur xalqi, Uyg'ur vatani
hozir bir intayin facialik bir ahvolda bu qatımki dereceli Xitoyda o'tkazilgan olimpik musobaqasi bu irqiy qirg'inchilik musobaqasi, Uyg'ur qirg'inchiligi musobaqasi bu. Bu musobaqaning Xitoyda o'tkazilishi insonparvarlik va axloqiy o'lcham nuqtasida intayin xato. Chet eldagi Uyg'urlarni qilayotgan bir ishi mushunga norozilik bildirish. Boshqa bu boshqa bu video nima? Bu qatam o'tkazilgan 23 iyun kuni o'tkazilgan namoyish intayin muhim bo'lsa, imkoniyati bor qarindoshlarniki hammasi bir o'pcha holda o'zinglarla turayotgan yerda 23 iyun kunisi shu bir namoyish o'tkazib Xitoyda o'tkazilgan qishliq olimpikaga norozi bo'lgan bo'lsanglar, bu ish pek muhim. Chet eldagi Uyg'urlarni qilayotgan muhim ishlardan birisi. Agar biz ashuni to'xtalsak, Uyg'urlar uchun bu bir cho'ng g'alaba bo'ladi. Bu ne biz qishliq olimpik musobaqasi emas, Uyg'ur qirg'inchiligi musobaqasi deb atab, mush orqali dunyoni bu ishdan xabardor qilishimiz kerak. Uyg'urlarning boshiga kelgan irqiy qirg'inchilikni xabardor qilishimiz kerak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammanglar bilgandek 2022 yil fevral oyida Beijingda 2022 qish ilm olimpiyadalari o'tkazilmoqchi. Albatta bir qirg'inchilik bo'layotgan bo'libmi Uyg'urlarga milliy qilayotgan bir davlatda olimpik musobaqalarning o'tkazishi to'g'ri emas. Shu munosabat bilan biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa tashkilotlar birlashib olimpikni boykot qilish faoliyati olib beryapmiz ve bu faaliyetlerimiz 5. ayının 15 saati davamlaşıp kelyapti. Ahirgi çoğun namayişimiz olsa 6. ayınınki 23'i Cenevre'de Lozan şehrinde buludu ve bununla bütün halkımızın, bütün Uygurların avaz koşuşunu bir günlük ruhsat edip özününki Uygur vəziflik vəzifəsini qilishini tavsiye qilamiz. Bu hammamizningki vicdani ve insani bir borcumuz. Eğer Xitoyda olimpik musobaqalar bo'lsa, biz uni bilib turib unga qarshi chiqmay, uning qarshi bir faoliyat qilib boqmasak, bu qanday Uyg'ur bo'limiz, bu yerda badal to'layotgan, bu yerda qon to'kayotgan Uyg'urlarimizning ovozi bo'lishimiz kerak. Bu ovoz bo'lishning fursatlardan biri bu Cenevre'deki namoyishga qatnashish. Shuning uchun barliq yurtdoshlarimizni namoyishga qatnashishni taklif qilamiz. Hammamiz Lozan shahrida ko'rishaylik. Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyg'ur qurultayiningki chaqiriqiga ovoz qo'shib 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpikni boykot qilish uchun Shveysariyaninki Lozan shahridagi namoyishga bütün Uyg'urlarni, meni taniydigan qarindoshlarimni da'vat qilaman. Agar bu namoyishga o'zimizning bir vijdonimiz bo'lsa, hammamiz boraylik. Agar qo'limiz kesilib ketib yerimiz bo'lib qolsa, bayroqni ichiga tishlab qo'yib mangimiz, yo'lda o'lib ketib qolsak, shehid bo'lamiz, qaytib kelsak, g'ozi bo'lamiz. Zolimga qarshi turish va mazlumningki haqqini qo'g'dash har bir Uyg'urning, har bir Sharq Turkistonlik qarindoshlarningki bosh tortishga bo'lmaydigan burchi. Shuning uchun hammamiz bu chaqiriqqa, bu namoyishga aktiv bilan ovoz qo'shishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Olimpik bütün dünyadaki insanların hoşallık bilen tebriklaydigan, palvallarının dostluk asası da rekabet güçlüdigan, insaniyetke insanların dostluğu, hoşallığı, dostluk işideki rekabeti arkalık öz milletine, öz memleketine fəxrlə epkiledigan bir xalqaralık çoğun insaniyetke təalluq fəaliyyətdir. Elbette biz bu olimpikten ibaret bu zor, ulu bir fəaliyyətini əbədi qollayımız ve bunun dikimi qollab kelimiz. Bırak 2022 yılı bu olimpikten qışlıq tənərkitinin Beijing'de buluşu, Beijing hükümeti yani Xitay komünistlerindeki jallat bir hükümetinin ki hükümetleri bulan bir təqdir bu hesaplandı. Şununla birlikte
biz bugan, yani Şərq Türkistanlıqlardan ibaret bizning bu xalqimizning ustini ilib berayotgan qirg'inchiliklarga bugan bir mukofot ham uningga bo'lgan sukutli emas, uni tabriklash bo'lib hisoblanadi. Buningdan bizning vatanimizdagi 20 necha million xalqimiz ma'yuslanadi, umidsizlanadi ve ruhiy azobda qoldi. Shundaqla bizmi bu ruhiy azobga albatta sherik bo'lamiz, ham g'ururimiz ve azoblanadi. G'ururimiz bundan azoblanadi. Shunga barliq qarindoshlarning, Yevropadagi bo'lib, Yevropadagi qarindoshlarning imkon yetkincha Shveysariyaning Lozanna shahridagi 6 ayning 23 kunidagi Olimpik merkezinin aldığındaki, Olimpik işxanasının merkezinin aldığındaki bu namoyishga qatnashishini chin dilimdan umid qilaman, ham berishni qo'llayman. Shuning bilan bizga o'xshash jiroq, Yevropaga jiroq, ya'ni Avstraliyadagi barliq Sharq Turkistonlik xalqimizning 6 ayning 23 kuni Canberra, Avstraliya poytaxti Canberra parlament oldida o'tkaziladigan Xitoy zulmiga uchraguvchi barliq millatlarningki birligida ilib beradigan bu cho'ng namoyishiga Avstraliyadagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qatnashishini, qo'llashini va Olimpik markazininki bu Olimpikni Xitoydan boshqa yerga yutkishini, shundaqla Avstraliya hukumatining bu Olimpikni boykot qilishini talab qilishini umid qilaman. Xayr, hammalarga salomatlik. 23-sida poytaxtimiz Canberrada ko'rishaylik. Agar Canberrada berishga mumkinligi bo'lmagan qarindoshlarimiz har bir shaharda shu o'xshash kunda, o'xshash vaqtda namoyishlar bo'ladi. Shu o'z shahridagi shu namoyishlarga qatnashishni talab qilaman. Xayr, rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar, Xitoyning 2022 yildagi Olimpik musobaqasini Olimpik nimasini boykot qilish uchun hammamiz Lozanda ko'rishaylik. Bu Lozandagi namoyishga musulmon bo'lsangiz imoniy burchingiz bilan, agar Uyg'ur bo'lsangiz vijdoniy burchingiz bilan men namoyishga berishingizni ham tavsiya qilaman. Hammamiz Lozanda ko'rishaylik. Men oilam bilan Lozanga boraman. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi suyimli qarindoshlar. Olimpik tanarkat yig'ini dunyo xalqining tinchlik, erkinlik, barobarligiga simbol qilingan xalqaro tanarkat yig'ini. Biz Olimpik komiteti yoki Olimpik tanarkat yig'ini qarshi emas, balki Xitoydagi diktator hukumatninki Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berayotgan bunday hukumatninki 2022 yili qishliq Olimpik tanarkat o'tkazishiga qarshi. Bu munosabat bilan 6 ayning 23 kuni Olimpik komitetininki markazi Shveysariyaning Lozan shahrida o'tkazilgan namoyishga Yevropadagi imkoni bor barliq qarindoshlarning aktiv qatnashishini tavsiya qilamiz. Hürmetli qarindoshlar, vatanimizda izilayotgan, qon yosh ichida turayotgan xalqimizning ovozi bo'laylik. 6 ayning 23 kuni Lozanda ko'rishaylik. Assalomu alaykum butkul dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Hamma vasanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. 2022 Xitoyda Olimpiya o'tkaziladi. Bu Olimpiyaga Uyg'ur xalqi Sharqiy Turkistonlik qarshi emas. Ama Xitoyda o'tkaziladigan bo'lganligi uchun buningga qarshi. Chunki vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur xalqini, Sharqiy Turkistonlikni qirib yo'qitib yutib qolgan bugünkidek bir kunda Xitoyda Olimpiyaning o'tkazilishiga ham butkul dunyoning har qaysi yerlaridagi 7 davlat Uyg'ur xalqiga hissdoshlik qilib, Uyg'urlarga qirg'inchilik ilib beryapti Xitoy tajovuzchilari deb qonun ma'qullab e'lon qilgan bugünkidek bir kunda Xitoyda Olimpiyaning o'tkazilishiga Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur xalqi qarshi. Uning uchun 2021 6 ayning 23-i Lozanda o'tkaziladigan namoyishga butkul Yevropada yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning Xitoyda Olimpiyaning bo'lmasligi uchun shu namoyishga safarbarlik qilib qatnashishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum aziz jamoat. Xitoylar bizning mamlakatimizda har qanday
zulüm kıvatıdı. Her kanda bizim üstümüzge hem işlerini kıvatıdı. Şunun için Uygurlarımın şu Xitayla okşa zerbe bir fırsat çıktı. Bunun yolu şu olimpiyat üyede boldan olimpiyatını boykot kılış. Üyede bu buluşunu emelden kaldırış. Bunun yolu mu Lozan'a beriş. Uygur bolup vicdanlık özümüzden güçlük bir Uygur milleti buluşu süpütü bile inşallah hemimiz Lozan'a baraylı Lozan'da görüşelim. Assalamu alaikum Uygur cemaati hakkında yaxşı tuzman salam ederim yaxşı matizlik tuzmanıma 23. yüzyılda Lozan'dan yığınga namoyish qilish uchun butun Uyg'urdan da'vat qilamiz chunki Xitoyniki 2022 Olimpikni barkod qilish uchun qo'limizdan kelishicha tirishimiz lozim. Uning uchun hammalarni bu namoyishga da'vat qilamiz. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz qarindoshlar. Men Shveysariyaning Lozan shahrida yashayotgan Xoliq Abdurahmon bo'laman. Mana bu men turayotgan bu joy 6 ayning 23 kuni tushdan keyin soat 1da, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisimiz Dolqin Aysa efendimning tashabbusi, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkillashi orqali elib berilgan namoyish faoliyatimiz, ya'ni 2022 yillik Beijing qishliq olimpik harakatiga qarshi faoliyatimiz mana shu yerda bo'lmoqchi. Mana bu shundoq bir chiroyli, bir go'zal yer. Lekin men buni dunyodagi eng go'zal yer deb o'ylamayman. Chunki dunyodagi eng go'zal yer bizning go'zal vatanimiz, ya'ni Xitoy tajovuzchilari besib olgan Sharq Turkistonda. Ana shu go'zal tuproqlarimizga qaytib, ashadi izlayotgan millatlarimizning baldaroq erkinlikka chiqish uchun mana shunday faoliyatlarga qatnashishimiz kerak. 6 ayning 23 kuni, ya'ni tushdan keyin soat 1da boshlanadigan faoliyat mush pastda elib berilmoqchi. Shunlashqa men mush shaharda yashayotgan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan aqasonlarga mening bir bag'imni avatmoqchi. U bo'lsa mana bu bag'a har qaysi qarindoshlarning mushu faoliyatga bana savab ko'rsatmay vaqtida kelib qatnashib berishini umid qilaman. 6 ayning 23 kuni tushdan keyin soat 1da mushu maydon oldida ko'rishaylik. Hammalarning mushu yerga kelish safaringlarning qutuqliq bo'lishini tilayman. Rahmat. Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.